Xitay Teshwiqatining Bügünki alaydiligi. Amerika başlıq bir neçə dövlətning hökumət yoki parlamentlərdə Uyğurlarning beshiga kelgan fojialarni irqiy qirg'inchilik deb qaror ilinishi, bundaq qaror yana boshqa davlatlardami qabul qilinish ehtimolligi Yevropa ittifoqining irqiy qirg'inchilikda jinoyati bor deyilgan 4 Xitoy amaldoriga jazo yurgizishi 2022 yilida Xitoyda o'tkaziladigan olimpikni boykot qilish sadolari Xitoyni bakla ansirtib qo'ydi. Ular ko'rinishda baq qattiq ko'rinsimi, Yevropaning texmi qattiq bo'lishidan, irqiy qirg'inchilikni texmi ko'p davlatlarning e'tirof qilishidan intayin ansiravatidi. Shunglashqa Xitoy hukumati bu to'lqinni to'sib qilish, hech bo'lmasa ojizlatish maqsadida bu qitimqi darajasi yuqori, ko'lami cho'ng, qo'llangan vositalar ko'p, shakli har xil bo'lgan tashviqotlarni dunyo miqyosida boshlavatdi. Xitoy davlat ichi va sirtida davlatlik televiziya kanallarini eng muhim tashviqot qurollarini ishga solib, tashviqot hujumi qilyotidi. Bu qitimqi tashviqot hujumining asosiy nishoni Uyg'urlarga hissdoshlik qilayotgan Amerika boshliq G'arb davlatlaridagi hukumat amaldorlari, siyosiyonlar, dunyoviy tashkilot rahbarlari va tadqiqotchilardir. Chet eldagi Uyg'urlar ichida bo'lsa, ideyaviy qalaymaqonchilik chiqarishga tirishyotidi. Hozir Xitoyning tashviqot hujumi tuvandagi bir necha nuqtada ifodalanyotidi. Birinchi, lagerlar masalasi. Lagerlar masalasi dunyoning kun tartibiga qo'yilgandan keyin Xitoy xalqaroni aldash uchun sahnalashtirilgan lagerlarni yasab, baxtiyorlikda qon qiniga patmay qolgan lager tutqunlarini yasab chiqqan va Uyg'urlarni uy-uydan qo'g'lab chiqib, ko'ch-ko'ylarda usul o'ynatib, qaynam tashqinliq manzarni yaratgan bo'lsa-mu, bu aldamchilik oqmay qoldi. Shunglashqa sirtqi bo'lgan tashviqotda Sharq Turkiston xalqini hech qanday cheklimsiz normal turmush kechirayotidi degan ta'sirotni berish uchun Urumchida bir necha san'at nomerlarini yo'lga qo'yib, YouTube kanali orqali chet ellarga to'xtamay ko'rsatyotidi. Xitoy kommunistik hokimiyati davrida Uyg'ur xalqi har qitim ig'ir badal to'laganda san'atimiz jonlanib ketadi. Xitoylarning naqshi muzikani jaranglatib qo'yib odam o'ldirishi odatga aylanib qoldi. Xitoylar Urumchida va Beyjingda axborot e'lon qilish yig'ini o'tkazib, Xitoyning qonun va nizomlariga xiloflik qilmagan Uyg'urlarning yurtlariga berib, tuqqan yo'qlishiga yo'l qo'ydiganligini e'lon qildi. Buningdagi maqsad Uyg'urlarni parchalash, Uyg'ur harakatining ommaviy asosiga zarba berish, vaziyat o'zgarsa, vatanga berib kelsak, burunqidek aloqa qila oladigan bo'lsak deb saqlab turganlarda umid paydo qilish. Yillardan buyon jim yetivilishning oqilonalik ekanligidan bishorat berish. Xitoy mush orqali bir qism Uyg'urlarning vatanga berishiga yo'l qo'yish orqali Uyg'urlarni bir-biriga qarshi qilish va da'voni yolg'onga chiqarishni planlayotdi. Ikkinchi, Uyg'urni Uyg'urga selish. Ikkinchi Cumhuriyetimiz qurilish harpisida G'ulji shahri asosan ozod bo'lib, faqat aerodrom va Harambog'dan iborat ikki o'rinda dushmanlar qattiq qo'rshovda qolgan vaziyatdami, Gomindan qo'shinidagi bir qism Uyg'ur askarlar qattiq qarshilik qilib, Uyg'ur qo'zg'olonchilarini ziyonga uchratgan edi. U chaqlarga qaraganda hozir Xitoy hukumati ko'p kuchli. Ular pul va har xil imtiyozlarni va'da qilib, chet elliklarni ishqa selyotidi. Ig'ir siyosiy tahdid va nab orqali yuzlab, minglab Uyg'urlarni setib olaydi, ishiltalaydi. Sharq Turkistondagi necha yuzlagan turma va jazo lagerlarida ishlayotgan va ishlashga majbur bo'layotgan Uyg'urlarning sonini bilolmaymiz. Sharq Turkistondagi va chet ellardagi Xitoy uchun maxfiy ishlayotgan Uyg'ur va boshqa millatlarning sonini bilolmaymiz. Lozim bo'lganda Xitoy Sharq Turkistondagi mustamlika millatlardan qo'rchoq qo'shin tashkillasimi hayron qolg'uchiligi yo'q. Har qanday bir mustamlikachi lozim bo'lganda mushundaq qiladi. Xitoy chet ellardami Uyg'urlarni qo'zg'ab, Xitoyning jinoyatlarini Uyg'urlarning og'zi bilan oqlayotdi. O'z yig'ida o'z go'shini qo'rish, yotning qo'li bilan yo'qotish taktikasini ming yillab ishlatgan Xitoy
bu hilini ko'p sohalarda ishlatib, Uyg'urga dushman qiladi va boshqalarni bu haqda qaymoqtiradi. 3. Qozoqni Uyg'urga selish. Yaqinqi vaqtlarda Uyghur Qozoq ittifoqiga buzg'unchilik qilmoqchi bo'lgan bir qism odamlar paydo bo'ldi. Uyghur, Qozoq, Qirg'iz birlashma guruhini qurib, o'zlarini millat vakillari deb ko'rsatib, xalqarodagi ayrim tashkilotlar bilan aloqa o'rnatib, Uyghur faoliyatlariga buzg'unchilik qilmoqchi bo'lyotdi. Xitoylar Sharqi Turkistonda mahkum millatlarni o'zaro dushmanlashtirib boshqarish usulini qo'llanib keldi. Bundaq bo'lganda, mahkum millat qiyinchilikqa yo'liqqanda Xitoyning oldiga berib, biri-birining ustidan dard to'kadigan, Xitoydan yordam talab qiladigan, sadoqatmanlik ko'rsatadigan bo'ladi. Xitoy kommunistlarining uzun yillik mengi yuyish tarbiyasida Sharqi Turkistonda har millatdan mengisi yo'yilgan manqurtlar tarbiyalanib chiqdi. Xitoy mushu orqaliqmi Uyg'ur vatanida milliy o'chmanlik paydo qilishga, Uyg'ur bilan Qozoqni Sharqi Turkistonning zimin masalasidimi talash tortish qilishga quturtiyotdi. Sharqi Turkistondagi qarindosh millatlar Xitoy hokimiyatining zo'ravonliklarini yetkuchi tortdi, jazo lagerlarida, turmalarda tang yetiyotdi. Shunga Uyg'ur Qozoqni jidalga soladigan, Sharqi Turkiston davosini xunuklaştirishga urinadigan har qanday odam Sharqi Turkiston xalqining dushmani bo'ladi. 4. Uyg'urlarda o'zini inkor qilish. Bultur Amerikada biz taqozolik bilan kutgan Uyg'ur kishilik huquq qonuni tasdiqlangan edi. Ammo bu qonunning foydasini Uyg'urlar his qilib bo'lolmay turibla, hili Aysa Altekinga, hili marhum Ahmadjon Qosimi va 2. Cumhuriyat rahbarlariga hujum boshlandi. Uyg'urlarga qartilgan tashviqot hujumlarida bir o'xshashlik bor. Buni udul kelib qilish deb oddiy tushungil bo'lmaydi. 2. Cumhuriyat rahbarlariga dushmanlik qilayotganlar asosan Dünya Uyg'ur qurultiyining rolini inkor qilyotdi va Dünya Uyg'ur qurultiyi rahbarlariga hujum qiladi. Bular oldi bilan ta'siri cho'nglarni yo'qotishga tirishayotdi. Ba'zi o't quyruq kishilar noma'lum bir kuchlarning qo'zg'atishi bilan xuddi 70 yildan buyon bizning ziyolilarimiz va millionlagan xalqimiz his qilolmagan, uqmay qolgan qandaqdir yoshirun sirlarni tepib chiqqandak, haqni so'zlashga faqat o'zini jur'at qilgandak, Xitoy besimi ostida yozilgan tashviqotlarni asos qilib, zamon, makon va qilingan so'zlarning konkret tushunchasi oydinlashmagan faktlar orqali tarixiy rahbarlarimizga hujum qilyotdi va xalqimizni qaymoqtiryotdi. Xitoy hukumati Ahmadjon Qosimining har bir o't yurak Uyg'urning ruhiy to'riki ekanligini biladi. Uyg'urning psixikasini biladi. Ahmadjon Qosimiga udul hujum qilish Uyg'urning qalbidagi g'azab nafratini texmo kuchlantirdi. Shunglashqa ular Ahmadjon Qosimini vatanparvar kommunistik partiyani qo'llaydigan qilib, o'rab qachilab tashviq qilish orqali birinchidan o'zlarining tajovuzchilik mohiyatini yo'shirsa, yana bir tarafdan hozirgidek o'zini inkor qildigan ta'sirlarni qo'zg'ab, xalqimizni umidsizlantirish, iddiviy qalaymqonchilik chiqarishni maqsad qilyotdi. Bugungi kunga kelganda 2. Cumhuriyatimiz ruhi bizning kurash ulgimiz bo'layotganligi, 75 yilning oldida mustaqil davlat qurganligimizning isboti bo'layotganligi uchun Xitoy taktikasini o'zgartib, bu inqilobni xoin, sotqinlarning harakati deyish orqali bugungi mustaqillik ko'rishimizni haqoratlamoqchi va inkor qilmoqchi bo'ldi. Ularning davlat ichidagi tashviqoti ayrim bilimi bor, didi yo'q odamlarning gapi bilan bir yerdan chiqyotdi. Biz Uyg'urlarda did degan bir gap bor. Aqlli, pam-parosatlik odamlarni didi bor deb ta'riflashidi. Did tar ma'nida tug'ma aqlni bildirdi. Kang ma'nida mijoz xuluqni, xuy paylini o'z ichiga oladi. Qon bilan kirgan mijoz jon bilan chiqadi degan gap bor. 99% odam shu mijozi bilan hayotini oxirlashtiradi. Mijozini zo'rlab o'zgarsimi, shaklan bo'ladi. Bilim bo'lsa, o'rganish orqali to'liqlanadi. Did qondan kiradi. Didliq odam bilan didsiz odam o'xshash bilim olsimi, tafakkur qilish, bilimni ishiltishi o'xshash bo'lmaydi.
Dünyadagi har qandaq odam, har qandaq millat ajdodlardan ro'yi oziq izlaydi. Bizdagi detsizlar o'z ajdodlaridan qusur izlaydi. Xitoy mushu tashviqotlar bilanla to'xtab qolmaydi. O'yin davomlashyotidi. Balkim bundan keyin Xitoy o'lkalarida qo'l ishchi bo'lib ishlayotgan Uyg'urlarimizdan yangi sahnalar tayyorlanib, ularning baxtlik turmushidan xabardor bo'lishimiz mumkin. Hatto ulardan emgak namunachilari chiqib tashviq qilinishi, jazo lagerlari va turmalardanmi yaxshi o'zgargan tiplar chiqib, Xitoy qonunlarining odilligini tashviq qilishi mumkin. Xitoy 2009-yildagi Shogun zo'ravonligi va Urumchi qirg'inchiligidan keyin Rayhongul va Olim kabob qatorliq tiplarni zo'rlab maydonga chiqarib foydalangan edi. 5-chi Uyg'urlarning bilimli kishilarining siyosiydan yiroq turishi. Uyg'urlarning ichida ziyolilar siyosiyadan uzoq turadigan ahvol davom qilib keldi va Xitoy bu xil ahvoldan yetkicha foydalandi. Millatparvar ziyolilar zihnini cho'ng vaziyatga markazlashtirib, Xitoy tashviqotlarining bisini qayritishga kuch chiqarishi lozim. Hozirgi zamon ziyoli uqumi ma'lum bir sohada muayyan darajada mustaqil ideviy sistema yetishtirgan kishilarni ko'rsatadi. Ziyolilarning vazifasi shaylarning, hodislarning mohiyatini bayqashdir. Siyosat bilan shug'ullanaman degan ziyolida siyosiy sezgurlik bo'lishi lozim. Cho'ng vaziyatdagi har bir o'zgarishlarni siyosiy nuqtai nazar bilan kuzatishi va tahlil qila olishi kerak. Qiliplashgan, formulalashgan nazariyalar bilan kun o'tkazadigan, masalaning mohiyatiga ishkirlab kirolmaydiganlar faqat siyosiy gapdonlardir. Hozir bizda 70 dan ortiq tashkilot bor ekan. Bular o'xshamagan nuqtalardan o'z maydonini ifodalashi, sukutda turib olmasligi, tashkilot rahbarlari siyosiyonlarni, muxbirlarni aktivlik bilan ziyorat qilib, noroziligini bildirishi, ziyolilarimiz paketlar orqali Xitoyning o'yinlarini pash qilishi lozim. Uyg'urning ishini boshqalar Uyg'urdek tushunmaydi va qilolmaydi. Uyg'urning ishini Uyg'ur yaxshi qilgan chog'dala Uyg'urlarga boshqa kishilar haqiqiy turda yordamda bo'ladi.